Istanbul aeroport yonidagi bir shaharchaga bordik. Nomi G ketadi. Men nima uchun bu shaharcha esimda qoldi? Chunki Istanbulda asosan chaykalarni ko'rasiz. U shahar to'la chumchuqda. Shunchalik ko'p chumchuq, hayron qoldim. Va biz bitta kafega o'tirdik, obed qildik. Endi bolalarim, hammamiz o'tiribmiz. Bir gala chumchuq daraxtga qo'nib turibdi. Ko'chada faqat biz o'tiribmiz. Ya'ni bolalar ushyapti, non yegisi kelyapti u chumchuqlar. Lekin hammasi pirr etib uchib kelyapti-da, unda aylanyapti, lekin hech qaysi qo'nib stolga o'sha shoxni ololmayapti. Bir 3 marta mana shunday u yoqqa uchishdi, bu tomonga, bu yoqqa uchishdi. Keyin oxiri orasidan bittasi chiqib, o'sha shoxchani olib uchib ketdi-da, yana qaytib kelib, o'sha yeb, mana shu dasturxondan qorinini to'yg'azdi. Faqat bir dona. Bu yoqda где-то 30 ta yo 40 tacha chumchuq bor edi. Keyin qarab turib aytayman-da, rizqni Alloh hammaga bir xil ko'rsatib qo'yar ekanda. Bir xil. Ya'ni o'sha yerdagi 30 ta 40 ta chumchuq ham shu yerda yesa qorin to'yg'izar edi. Hammaga yetar edi-da bu dasturxondagi narsa. Lekin faqat bittasi kelib o'sha narsani olib yeb ketdi. U nima qildi? U qo'rqmadi. Prosta balki qo'rqqandir, lekin tavakkal qildi. Ya'ni o'ldirib qo'ysa ham shu dasturxonda o'la qolay deb. Tushdimi ish qilib, shuncha chumchuqdan bittasi o'sha qorin to'yg'izib ketdi-da. Bu hamchi mana hozir mana shu videoni ko'rib turibsizlar. Hozir bizani mini kurs boshladik. Shu haqda ham hamma joyda masalan eshityapsizlar. Lekin bilasizlarmi? Yuz minglab odamlar ko'radi, lekin sanoqli odamlargina har doim qarab qabul qiladi. Qo'rquvini yenggan.